Agrobankda mijozlari, ya'ni tadbirkorlar, jismoniy shaxslarning muammolarini hal etish, ya'ni nimaga talab, nima muammo, nima yechim, qanaqa nimada tushunmovchilik bo'lsa, o'shalarni ko'rib chiqib o'tamiz. Men Agrobank advokat filiali rahbariman. Bugungi kunda birinchilikdan aytib o'tsam, Agrobank advokat filialida bugungi kunda berilayotgan kreditlar bo'yicha yuridik shaxslarga tadbirkorlikni kengaytiraman, yanada aholi bandligini ta'minlayman, ishchi o'rin yarataman, biznes qilaman degan xohlovchilar bo'lsa, yuridik shaxslarga 312-sonli qaror asosida 300 milliongacha kreditlarimiz mavjud. Ya'ni 100 millioni garovsiz bo'ladi, sug'urta bilan tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash kompaniyasining garov depoziti bo'ladi. Qolgan 200 millioni garov berilgan taqdirda bo'ladi, garov taqdim qilinsa o'sha yerda 200 million beramiz. 300 milliongacha 7 yil muddatda 3 yil imtiyoz davri bo'ladi. Bizda ya'ni ayol kishiga imtiyozli davr degan joyi bor. O'zi 312 sonli qarorimiz kreditimiz 20% dan berilsa, ayollarga 2% pasaytirilgan qism stavka bilan beriladi, ya'ni 18%. Ya'ni yaxshi ayol bo'lsa yoki rahbari ayol bo'lsa, 18% dan beriladi. Erkak kishi bo'lsa 20% dan beriladi. Undan boshqa jismoniy shaxslarga bugungi kunda shu aholi bandligini ta'minlash maqsadida jismoniy shaxslarga o'zimiz band qilgan, oxirgi 2 oyda ishsiz, o'zimiz band qilib o'sha yo'nalish chorva bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, o'sha yo'nalish bo'yicha 50 milliongacha mahalla loyihasi asosida kreditlarimiz mavjud. Kafillik asosida 60 oy muddatga 25% erkaklarga, 23% ayollarga kreditlarimiz mavjud. Ya'ni o'zimizni band qiladi, misol chorvada band qiladi, siz chorva qilmoqchisiz yoki uyingizda qanaqadir 30 ta 40 ta mayda shoxli molni yetishtirasiz.